Salom, hurmatli obunachilar. Biz bugun Minecraftda Herobrine bilan Vyjuvaniya qildik nomli videoning ikkinchi qismini olamiz. Videoda barcha yuk menga tushadi. Sizga esa 99 dan 1, ya'ni obuna bo'lish qoladi. O'tgan safargi videomizda Herobrine uchratmadik. Shu sababli bu safar uchratamiz deb umid qilaman. Shu hozirgacha videolarimni to'xtamasdan ko'rib borayotgan do'stlarim uchun aytaman. Men shu videolarimgacha ko'pida videolarimda o'zimning g'orlarga kirmasligimni, zombilarning to'satdan hujum qilib qolishidan cho'chishimni aytardim. Lekin bu safar shu gapimni buzaman. Ya'ni men g'orga kiraman. Faqat o'zim istagan boshqa g'orga. Men g'orga kirmoqchiman, lekin avval ikkita sigir. Herobrine negadir hali ham kelmadi. Keling endi o'zimizga yo'q. O'zimga sigir terisdan kiyim yasab olmoqchi edim. Ammo afsus, bizda kiyim uchun yetarli teri yo'q ekan. Mana aytganday g'or. Yo'q, bu g'or unchalik uzun g'or emas ekan. Bu yerdan zombi ovozi eshitilyapti. Lekin o'z ko'rinmayapti. Bu yerlar juda ko'mirga boy. Tuzilish ham ajoyib ekan. Biram g'or emas. Mayli. Sizlarni o'ldiramiz. Bu yerlarda hayvonlar ham juda ko'p ekan. Yur, to'xta. Mana endi kiyim yasab olsak bo'ladi. Nima kiyimga hali ham yetmaydimi? Kiyim uchun bizga yana bitta kerak ekan.
xo'sh. G'or hali ham buya o'g'il emas. Shunchaki kichik konam deb bo'lmaydi. Xo'sh, tun bo'lyapti. Mana bu 5 kunlik videomizning ikkinchi kunini ham tugatib bo'ldik. O'tgan safargi qismda biz tunning yarmida ham uxlamagandik. Bu safar endi mayli deb uxladik. O'tgan safar skeletni o'ldirganimda afsus, skeletdan zerikmagan. Bo'lmasam bo'rini qo'yib ko'tardim. Men buni g'ar deb o'ylagandim. Ko'rinishidan bu oddiy chuqurlik ekan. Bekorga tishib o'tiribman. Chiroqlarimni sarflab. Siz Herobrine bo'lsam, hali ham chiqmadi. Meni doimiy kuzatib boruvchilarga aytadigan gapim. Meni bunchalik qisqa video olishimga sabablar bor. Bu men boya tushgan g'orim ekan. Chirog'im qolib ketdi. Shuni olishga kelgandim. Bu g'ormi, g'or emasmi? G'or emas. Ko'mirlar juda ko'p chiqayapti. Lekin temirdan darak yo'q. U holda o'zimiz temir toparinga o'xshaydi. Faqat qum. Odatda Herobrine shu vaqtgacha urib ketgan bo'lardi bizni. Lekin urib ketmadi. Ko'pchilik balkim meni tomosha qilayotganlar Herobrine yo'q, u yolg'ondan qilyapti deb aytish mumkin. Lekin men haqiqatan Herobrine modida o'ynayapman. Haydi hozir temir chiqib qolsa. Yo'q ekan. O'lay dedim. O'lganimda onamni chiqargandan ko'rardim. Herobrine narsalarimizni olib ketib qolardi. Keyin hammasini boshidan boshlashga
to'g'ri kelardi. Qosh narigi sohilga tayyorchi. Ovqatimiz mo'l. Bir skill chiqib qolsa yaxshi bo'lardi, lekin voy temir. Hosil qo'yilgan, lekin kam. Menga bitta et ham yasab bo'lmaydi. Men videomni shu vaqtlarda tugatmoqchiman. Chunki video vaqti 10 daqiqadan oshib ketsa, YouTube'ga joylanmay qoladi. Sizga maslahat beradigan YouTube kanalim bu o'zimning kanalim. Endi xayr obunachilarim, keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.